Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatdagi universal drablikamiz tayyor bo'ldi. Buxoro viloyatiga ketyapti. Klientimiz raqamlari 4214. Hozir universal hashe va donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan 3 xil setkasi bo'ladi. Buni o'sha kepak qilib beradigan hashe ediki, ichida yorma qiladigan donniki bor. Hozir klientimiz menda qattiq non ko'p, qattiq non chiqaraman deyishganligi uchun mana o'zlari ham berib yuboribdilar ozgina. Mana hozir o'sha nonlarni mana bir qop berib yuboribdilar, chiqarib ko'rsating deyishdi. Hozir o'shani chiqarib ko'rsatamiz. Xo'p, bunimiz mis motor, narxi 2.700.000 so'm, dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Universal donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Hashaga ham chiqaraveradi. Hasha chiqarganini ko'rgansizlar. Endi hozir non chiqarib ko'rsatamiz. Shuni alimenligi bor. 6.5 kW yozuvli bo'ladi, lekin 3 kW bo'ladi. Unimiz 2.300.000 so'm. Bu ham dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Adresimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Mana telefon raqamlarimiz. Xo'p, hamma listlarimiz, materiallarimiz 100% yangi listlardan yasalgan, konteynerdan ishlab chiqarish bas. Xo'p, hozir ko'rsatsak, bu mis motorimiz. Bunga ham 6.5 kW yozilgan, lekin 3 kW bo'ladi. Voltmetrlari bor. Tokni ko'rsatadigan. Mana bu yerda ko'rinyaptimi? Qizisa tashaveradigan o'zini zavosli ключаторlari avtomatlar bilan jihozlangan. Hop. Bu mana ochilib yopiladigan orqasi. Ko'rsatsa bo'ladi. Oldin oshiq-moshiqlar endi hozir paket borligi uchun ko'rinmayapti. Uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, endi paket tutib qo'yganimiz sababi non bo'lganligi uchun aqabaqa ushoqlari uchmasin deb paket toqib qo'ydik. Bilmasdan bosib olmaylik dedik. Hozir chiqargandan keyin paketni ochib ko'rsatamiz. Qana chiqarganini ko'rasizlar. Mana nonimiz. Bu yorma qilib berilgan katta setkasida chiqyapti mana. 6 li setka. Agar uni kepak qilib beradigan mayda setkasida chiqarsalaring, ko'rsating. Mana buni setkada chiqarsalaring, un qilib beradi nonni ham. O'sha kepak holatiga olib kelib beradi. Sepib bersalaring ham bo'laveradi, qanaqa qilib bersalaring ham. Bu hozir ri setkasi. Nonimizni mana ko'rdilaring. Shoxlari. Hop. Hop, bu drabilkamiz o'sha xavfsiz drabilka. Hashayda tashlasalang o'zi tortib olib kirib ketaveradi. Maxaviylik bas, bu og'ir pichoq emas, yengil pichoq yasaganmiz. Bu malatkovoylik. Klientimiz zakaz berdilar. O'sha malatkovoylik qilib yasab bering deyshti. 24 ta pichoqli malatkovoylik. 12 talik pichoqlisi ham bor, bundan ham bor. Kimga ma'qul kelsa. Xo'p,
Mahaviy bas, mahaviy og'ir pichoq bo'ladi. Motorga nagruska berishi mumkin. Mana o'sha oldi ochiq-mochiqli. Mana orqasini ochib turib, bir tarafga yon boshlatasizlar. Setkasini almashtiraverasizlar. Shu 3 xil setkasi bo'ladi. Mana drabilkalarimiz ham bor. Bu donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Donli mahsulotlarni 99% un qilib beradigan. Buni ham hozir ishlatamiz. Ichiga hozir bundan ham qattiq non tashab qo'ydik. Qattiq nonni ham maydalashini ko'ramiz. Buni ham hozir syomka qilib ko'rsatamiz. O'zi asosan universalda hozir egasiga. Mana aka, nomeringiz, xudo xolasa drabilkangiz tayyor bo'ldi.